Har bir ota-onani hayotdagi eng katta, eng go'zal orzularidan biri farzandini baxtini, kamolini ko'rish. O'g'limizni uylantirsak deymiz, qizlarimizni yaxshi joylarga uzatsak deymiz, to'g'rimi? Ana o'sha baxtli kunlarga yetganda 2 yosh yangi hayot bo'sag'asida, baxt ostonasida turishgan payt yuraklar hayajonda, kim gapni nimadan boshlashini bilmay o'ylanib turgan paytda albatta birinchi bo'lib yangi oila boshi kuyov bola o'zini yig'ishtirib gap boshladi. To'yimiz zo'r o'tdi ana. Bir oila bo'ldik sen bilan mana. Yuraklarda jo'shib muhabbat, visollarga yetdik nihoyat. Yangi hayot, orzular bisyor. Yangi dunyo, bu ipak devor. Ro'yob bo'ldi ezgu ahdimiz, shu emasmi bizning baxtimiz? Boshidanoq eslatay nigor, senga aytar ko'p gaplarim bor. Xullas bu ushbu xonadon bolalikdan menga jonajon. Bunda bordir akam, ukamlar, bunda o'tdi baxtiyor damlar. Sen ularga chindan singil bo'l. Ko'ngli yarim, butun ko'ngil bo'l. Bilmaganing onamdan so'ra. Avvalosi onamga qara. Uyimizning fayzidir shu zot. Shu zot sabab bizlarimiz hayot. O'zi yemay yedirdi bizga, o'zi kiymay kiydirdi bizga. Kam qilmadi hech kimdan sira. Iltimosim onamga qara. Ko'nglini bil, yurak gapini ol. Istasang dugonasi bo'l ol. Dugonasi bo'lib olib eng zo'r birgalashib, ana xalqi nima deydi? Ha, Ko'sem Sulton seriallarni ko'r. Yangiliklar aytib ber turli xil. Mayli kerak bo'lsa mana birga g'iybat qil. Qizi kabi sochlarin tara. Meni desang onamga qara. Kamolimizni tilab tinmay haqqini ola qilardi.